Hammaga assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Bu roligimizda hozir 30-iyundagi Rossiya kirish tartibi mutlaqo o'zgaradi. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz uchun yo bo'lmasam Rossiya hududida bezdokument yurib kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz diqqatiga bo'ladi. Ushbu rolikni boshida oxirigacha ko'ramiz va o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Rolikda qo'ldan kelgancha iltimos sizlardan podelitsiya qilib qo'yinglar. 30dan keyin bu narsa ishga tushgandan keyin yana sizlarga xabar berib boraveramiz. Biz o'zimiz kirdi-chiqdi bilan shug'ullanamiz. Shuning uchun bu haqida sizlarga 30dan keyin o'zgarishlar bo'ladi katta. Hammasini ogohlantirib boraveramiz. Qanday yo'nalishda kirib chiqamiz yo bo'lmasam nima yangiliklar bo'ladi. Xullas kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Iloji boricha like bosib podelitsiya qilamiz. 30dan keyin bizlar uchun Rossiyaga kirish uchun, ya'ni 30dan keyin yana Rossiyaga kirayotganda biz QR kod bo'lish kerak bo'ladi. QR kodni biz qanday olishimiz kerak bo'ladi? RUID degan приложение chiqadi. Hali chiqqani yo'q RUID degan. Bu приложение orqali biz hozir biometrik dannilarimizni kiritamiz, ya'ni pasport dannimizni kiritamiz va selfie. Pasportning dannisi masalan chipi yoki bo'lmasam qandaydir zapret nimalar bo'lmasa, odobrina deb chiqadi. Bundan keyin esa sizlar bemalol Rossiyaga kirishingiz mumkin. Buning uchun 3 sutka oldin biz registratsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi, ya'ni 72 soat oldin. 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bu narsaning keragi yo'q. Bemalol o'tib ketaveradi bu bolalar. Chegaradan, xuddi aeroport samolyotlardan. Venji masalan bolalar uchun ham bu narsa shart emas. Kimda agar bu narsalar bo'lsa. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, xullas Belorussiyadan boshqa hamma davlatga bu narsa tegishli bo'ladi. Bu приложение hali ishga tushgani yo'q. Kim agar O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsa, hozirning o'zida masalan kirib qolishingiz mumkin. Bu narsalarsiz Rossiyada masalan bezdokument yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga, vatandoshlarimiz uchun, ya'ni bezdokument yurgan bo'lsanglar, hozircha mana 12-iyun bugun bu rolik hozir YouTube'ga chiqadi. Iloji boricha 30gacha yetishib qolinglar. 30dan keyin masalan ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Bezdokument yurganlar uchun qiyinroq bo'ladi. Kirib chiqish shuning uchun hozirdan harakat qilib, 30dan keyin yana boshqa narsalar ishga tushib ketadi. Har bir inson biometrik dannini masalan kiritish kerak bo'ladi. Deport zapreti bor odamlar masalan O'zbekistondan kirmoqchi bo'lsa, bu narsani endi afsuski ilojisi yo'q umuman. Siz uyda o'tirib bemalol mana shu ro'yxatdan o'tasiz. Sizga masalan hamma narsa okey desa, siz o'tasiz. Agar deport zapretingiz bo'lsa, sizga taqiqlangan deb ham chiqarib beradi. Endi siz shart emas kimlargadir pul berib dannini teshkirtirib yo bo'lmasam aeroportdan bilet olib uchib kelib qaytib ketmaysiz oldingiday bo'lib turib. Ya'ni bu hammasi yaxshi tomonlar ham bor, qiyinchiliklar ham bo'ladi baribir har bir narsani. Shuning uchun hozirgi kunlarda masalan Rossiyada bilaman ko'plab telefonlar bo'ladi bizga. Biz o'zimiz перевозка passajir, ya'ni granitsa bilan biz shug'ullanamiz. Qozog'istonga Moskvadan odam olib borib kelamiz. Lishniy o'zim mashinalarim bor. Kim agar mana shu bizni uslugamizdan foydalanmoqchi bo'lsa, xizmatlarimizdan mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hafta davomida har kuni reys bor. O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsanglar, mashinalarda, ya'ni minivan, lyuksovoy mashinalarda kelishingiz mumkin. Yo bo'lmasa Moskvadan ketmoqchi bo'lsangiz. Xullas, savollar bo'lsa bemalol kommentda qoldiring. Bu haqida sizlarga dальнейший xudo xolasa qo'ldan kelgancha berib boraveramiz. Hozir kunlarda granitsaga oldindagidek kirib chiqaramiz. Пока что bu narsalar yo'q. QR kod rejim hali ishga tushgani yo'q. Ishga tushadi, xudo xolasa birinchilardan bo'lib xabar qilamiz sizlarga. Iloji boricha 30gacha kirdi-chiqdi qilib qolamiz. Patent oformit qilinglar, registratsiya bilan yuringlar, legalni iloji boricha hostel общагаlarda yashashga harakat qilinglar. Посредникlar orqali, ya'ni allambalo joylarga masalan qo'ydirib, yana pul berib, bu narsalar bazada bo'lmaydi. Xudo xolasa 1-sentyabrdan boshlab turib registratsiya umuman qog'ozda bo'lmaydi, umuman boshqa narsalar ishga tushadi. Bu haqida xudo xolasa batafsil sizlarga yana bir yangilik qilib video chiqaramiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling.